Yaqinlarim, assalomu alaykum. Qaranglar, sizlar uchun 2 so'ti 4 xona prem egasidan pul rosa zaril kelishtirib arzonga berib yuboraman deyaptilar. Uglovoyga tushgan Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasi nima ko'cha edi bu? Mustaqillik ko'chasi. Mana Uglovoy joy. Kelish kerak, gaplash kerak. Startivi narxi 100 ming kami bor. Bu yoqdan ham chiqib ketasiz Qo'yliqqa, bu yoqdan ham chiqib ketasiz Sergeli mashina bozorga. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tepadagi nomerlar bizaniki. Nobora sizlarni ham uy joylarni realni mijozga olib sotar, kimgadir emas. Prima mijozga sotib berishimizni xohlasanglar, kanalimizda mijozlar ko'p. Eshik romlarning eng zo'rlarini qo'yilgan. Termoplast eshiklar. Bu yoqda oshxona, ichida sanuzel xonasi bilan, bu yoqda addiha eshik xona. Kattagina 4/5. Bu yoqda katta 6/5 mehmonxona, yotoqxona 2 ta, общий 4 ta xona. Kanalga obuna bo'ling, kelinglar, gaplashinglar. O'rtakash dallol aralashmagan. Bu yoq garderobxona. Bu yoq yotoqxona. Tashqariga qaragan romlarim bilan. Lustralarni ham zo'rlarini qo'yib qo'yishgan. Eshiklar ham mana zo'rlari. Kelish kerak, gaplash kerak, olib qo'yish kerak. Premi egasi 100 kami bor. Sog' bo'linglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videolarni bir tarqatib poddeshga qilib yuboringlar. Yaqinlarim, hojonalar, hojotalar, farzandlaringizga, yaqinlaringizga, o'zingizga bundan zo'rlari nasib aylasin. Hech kim farzandi, zurriyoti, uy joysiz bu hayotda qiynalmasin. Amin deb yozib qo'yinglar, ko'pchilik qiynalyapti. Sog' bo'linglar, yaqinlarim.